Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-may haftaning yakshanba kuni 2025-yil Bobashbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bo'lyapti. Hozirgi vaqtlarda ertalab bozor 4:30 ta boshlanadi bozor. Kunduzi borsa 11-12 ga bozor bo'lib tugaydi. Bularda mana atlasga o'xshab ko'rinib turganlari nech pul? 70 ming so'm ekan. Pachkagami, donagami? Pachkadagi narx ekan. Agar donaga oladigan bo'lsalaring 75 ming so'mdan ekan. Razmeri nechtalik? 54 gacha, 56 gacha razmeri bor. 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha razmer ekan. Materiali nima o'zi buni? Materiali hib ekan. Mana ko'ylak lozim. Yenglari ham uzun deyishyapti. Mana. Arosat bas ekan. Yuvsa kichkinalashib qolib nima bo'lmaydi? Yaxshi. Hop. Bunisi 50 mingdan. Bular nima? Hada. Mana shunisi, ha? Hada 50 ming. Bular hib ekan 50 ming so'm ekan. Donagami, pachkagami? Pachkaga 50. Pachkaga 50 ming so'm, donaga necha pul? 55 ming. Donaga 55 ming so'm ekan. 55 ming. Mana bu ro'parada turganlarni Seni 50. Biz ishtonchi. Yo ishtoni yo'g'i bor. bularni Xo'p, bularning narxi 70 ming. Tepa-pas yoshlar. mana bular ham tepa pastlikmi yo bular o'zi Uzun ko'ylak. uzun ko'ylakni o'zi 50 ming so'mdan? Ha, bo'lishi 50 ming. Bo'lishi 50 ming so'mdan ekan. Pachka narxi mana bu birinchida turgan uzun ko'ylakni o'zi. Endi bularni ko'ylak lozim ekan. Bularni nech puldan deyapsiz? 70 ming so'm pachka narxi, donaga 75 mingmi? Ha, 75. Donaga 75 ming so'm. Agar mana bu 50 ming so'mligini bu 3 qator nima shakliga? 3 talik. Ha, hammasi seni 50 ming. 50 ming so'mdan pachka narxi, donaga 55 ming so'mdan ekan. Mana bu ko'ylagi lozimi yo'qlardi. Xo'p, yaxshi. Bu tarafdagilaringiz nech puldan? 55 mingdan. Bular ham, ha? Ha, 55 ming. Mana bular ham tepa pastlar 55 ming so'mdan ekan. Mana sizlarga ko'ylak lozim. Pachka narxi 55 ming so'm, donaga nech puldan? Yo'q, bo'lishi 55 ming. Bo'lishi. Dona pachka bir xilmi? Dona pachka narxi bir xil ekan. Endi kimdir Optim bozorda faqat pachka narxini tushunib qoladi-da. Shu beramiz 55 mingdan. Agar ko'proq olsalang, narxda tushib berishaverar ekan. Donaga ham, pachkaga ham 55 ming so'm ekan. Xo'p, buchi? Buni 3D'lar 55 ming. Mana 3D deyapti, xullas bo'lishi ham 55 ming so'm. Donaga ham, pachkaga ham bir xil, yaxshi. Xo'p, bunisi nima ekan Pachkaga endi? ko'proq olinsa shu Yani pachkaga ko'proq olsalangiz shu berishaverar ekan. Bularni nech pul? uzun ko'ylak 60 ming. Bir dona qoldi. Bir dona qolibdi. Bundan 60 ming so'm ekan. Bunisi ilib qo'yilgan. Bu ham 55 ming bo'lishi bu. Bu ham 55 ming so'mdan bo'ladigan narx ekan. Mana. Pachkada turibdi. Xo'p, telefon nomerlari Uzun ko'ylaklarimda aytmadi. 45 ming. mana bu uzun ko'ylaklari 45 ming so'mdan ekan. 55 ming so'mdan ana ko'ylak lozimlar ekan. Xo'p, bu Tiger yo'lbars ekan. Xo'p. Donaga nech pul bu? 70 ming bo'lishi bu. Bo'lishi 70 ming so'm ekan. Mana bular 45 ming so'm, ha? Xo'p, bulari 45 ming so'm ekan mana bu ikkinchisidagilari. Yaxshi, telefon nomerlari? Nechi? 91lik 145 46 ga telefon qilinglar. Shu hammasini oldik. Mana. Yaxshi, zo'r.